tosh asbob uskunalarini yasab yo'lga chiqsam bo'ladi. Sababi biz qishloq topishimiz kerak. Qishloq toparkanmiz, demak bizga ketmoq ham aniq kerak bo'ladi. Oxirgi 5 ta taxtaga esa biz qayiq yasaymiz va yo'lga otlanamiz. Bizning uzoq vaqtlik sayohatimiz boshlandi. Birinchi navbatda Changalzordan chiqib ketishimiz kerak, sababi bu yerlarda aniq qishloq bo'lmaydi. O, cho'l desa aniq bo'ladi va ana bu. Umid qilamanki, u yerda bizga yetarli 10 ta qishloqliklar bo'ladi. O'lishimga sal qoldi. Bittagina joni borligini unutmasligim kerak. Hozircha bitta bo'lsa ham hali kelajakda 10 ta bo'ladi, lekin oddiy o'ta emas, super qobiliyatlarim bilan ajdarni ham portlatib tashlaydigan darajada zo'r bo'lib ketaman hali. Qirg'in barot uyushtirishdan oldin kelinglar, samonani o'g'irlaymiz birinchi. Qanchalik dahshatli eshitilyapti bularning hammasi. Galem, sen mening yovuz rejalarimda xalaqit berishing mumkin, shuning uchun kechirasan. Yana temir ham aniq ortiqchalik qilmaydi va endi boshlasak ham bo'ladi. Bu yana nimasi bo'ldi? Bu nima? Chorrahmi? Svetofor qayerda? Endi esa eng dahshatlisiga keldik. Bu nima, taxtar hazilimi? Ataga bittagina yetmadi. Siz nahotki yangi qishloq topishimga to'g'ri kelsa, nima bo'lganda ham menimcha mana bu yotoq chiroyliroq bo'ladi. Mayli, men ketdim. Bu qishloqda juda tez topdik. Umid qilamanki, ikkinchisini ham shunday tez topamiz. Va kolleksiyamizga ikkinchi yurakni qo'shamiz. Nima? Men hozir o'ldim, voy la'nati. Mayli, nima bo'lganda ham qayerda o'lganimni bilaman. Shuning uchun hozirroq qaytamiz. Lava ko'li? Boya ko'rmabman ham. Bu yana qanaqa anomaliya bo'ldi? Nahotki bu ham lava ko'li bo'lsa. Narsalarim men sizlarga deyarli qaytdim. Nimasi bu, o'ylanat ahmoq? Bu yana shuncha joyga qaytish kerak. Menga ehtiyotkorlik aniq xalaqit qilmasdi. Birinchi o'rinishda bo'lmasa ham narsalarimni qaytardim. Yana temir kirka ham yasab olsak zo'r bo'lardi. O'lsinda, shunday katta cho'l, lekin ataga bittagina mayli 2 dona qishloqi yo'q. Qanday dahshat bu. Oldinda lava ko'li, buzilgan portal, lekin hech qanaqa qishloqi yo'q. Bu men ko'rayotgan 3-chi lava ko'li. Men his qilyapman, mana shu lava ko'llar menga kerak bo'lganda yerni tagidan ham topib bo'lmaydi. Xuddi hammasi uyushtirilgandek. Buzilgan portalda esa men bularni ola qolaman. 4-chi lava ko'li, sizlar hazillashyapsizlarmi? Agar mana shu lava ko'llari menga kerak paytda topilmasa, va nihoyat qishloq topildi. Qayerga ham qocharding? Qochmasangchi. Seni mendan hech kim qutqarib qololmaydi. Qayerga qochishni bilasan? Tayyor. Ikkinchi yurak qo'lga kiritildi. Bu yana nimasi bo'ldi? Bu nima? Tavqi la'natmi? Qilgan ishimdan keyin Galemni oldida turish qandaydir qo'rqinchli. Xuddi payt bo'layotganga o'xshaydi. Kelinglar, yaxshisi yuqoriga chiqib olsam. Xo'sh, men endi nima qila olaman? Bu yurak menga shunday qobiliyat beradiki, men endi yaqin atrofdagi rudalarni, ya'ni olmos ko'mirlarni ko'ra olaman, xuddi X-rayga o'xshab. Galem, sen esa menga temir kerakligini tushunishing kerak. Yana spawnda paydo bo'lmasligi uchun kelinglar, bu safar yotoq ishlatamiz va konga otlanamiz. 2 ta yurak albatta boyagidan 2 barobar ko'p, lekin bu baribir hali kam. Super qobiliyatni ishlatish vaqti yetib keldi. Nahotki bu X-rayning Minecraftdagi halol versiyasi. Agar mana bu qorasi ko'mir bo'lsa, unda oqi bo'ladi. Temir. Lazurit esa ko'rsatmas ekan. Agar menga lazurit kerak bo'lsa-chi? Nahotki mana bu sarig'i oltin bo'lsa, yo'qmas. Bu qorong'ida o'zimni ham ko'rmayapman. Menimcha menga mashalalar kerak bo'ladi. Ular g'oyib bo'ldi. Xerabrin. Ikkinchi qo'lim la'natlanganga o'xshaydi. Hech his yo'q. Bu temir kovlashga xalaqit bermaydi. Temir kovlash time. Bunda esa temir kovlash aniq osonroq. Bu ketishda men temir mayoq ham qurib yubora olaman-ku. Axir, nima, nahotki o'ldim. Aytgancha biz keyingi topshiriqni ham bajarishimiz kerak agar 3-chi yurakni olmoqchi bo'lsak. Bu ham bo'lsa 5 ta creeper o'ldirish. Bu temirlar esa bunda menga yordam beradi. Qalqonni ham unutmaymiz. Tayyor bo'ldi. Endi jangga otlansak bo'ladi. Faqat qalqonni ikkinchi qo'lga olmayman. Katta ehtimol u ham yo'q bo'lib ketadi shunchaki. Birinchi nishon aniqlandi. Muhimi portlab ketmasin. Qani, yana bitta zarba qochamiz. 2 ta jon bilan creeper